chalpak. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun chalpak yopishtiramiz. Bitta ramka qoldi, esimga tushib qoldi. Mana qaranglar. Chalpak. Ramkani taxtamiz bor. Qo'yib ko'ramiz. Simi tegish kerak. Mana bu tomon tegyapti. Tegmagan tomoniga chalpakni olamiz. Chalpak bunday sig'maydi. O'shaning uchun chalpakni qirqamiz. Chekkasidan yarimni 1 santimetr qancha mana qirqib olinsa bemalol tushadi. Endi mana kechasi qilyapman. Nimaiki bugun mana 21 may, ertaga 22. Ana arilarga chalpak qo'yish kerak. Ertalabdan kechgacha ishda. O'shaning uchun kechasi kelib ish qilamiz. Mana bu chekkasini shu 1 santimetr, yarim santimetr buklab olamiz. Nimaiki buni bunga yopishtirish kerak. Shunday qilib, endi yangi o'rganuvchilar hali ari to'g'risida ham aringiz bor ekan deyishganiga buni ham ko'rsatib qo'yay dedim. O'sha taxtaga qo'yib olamiz, tekis qilib bag'iga yopishtirib. Keyin buni pastga bosib, mana shu qo'l bilan, barmoqlar bilan bosib chiqsak, o'zi barmog'imizni issig'i bilan erib yopishadi. Mana yopishib bo'ldi. Endi chekkasi bunday qilsa bo'lsa, buni ham bosib qo'yamiz. Mana bosildi. Endi mana bundayga bunga qo'yamiz. Undan oldin suv bilan, latta bilan taxtamizni qo'llab olamiz. Qo'llamasak chalpagimiz yopishib qoladi. Bu endi tashqarida bemalol quyoshda qilsa ham bo'laveradi. Menda endi vaqtim yo'q uchun kechasi qilaman. Kechasi qilganim uchun mana bu yerga shundoq qo'yamiz. Taxtaga tushdi mana. Endi bunday qilaman men. Men o'zim qanaqa qilishimni sizlarga ko'rsatyapman. Bu чрезвычайный situatsiya deydimi, nima deydi? Mana shunday qilib taxtaga cho'tga qo'yib olamiz. Hamma yog'i to'g'ri tushdi. Buni quyoshda sal isitib turib, keyin yopishtirib yopishadi-da. Endi men kechasi quyosh yo'q uchun mana stроительный fenimiz bor, o'zlari teplый pol qilganimizda bu kuchda qizdiramizda. Buni birinchi, ikkinchi skorilari bor. Men birinchi skoriga qo'yaman-da. Issiqlik normalniy. Sekin qizdiraman. Simlar ustidan bir qator yurg'izib. Bu issiq, hali ko'p qo'yib bo'lmaydi, eritib yuboradi. Mana endi yumshoqqina bo'ldi. Mana bu narsamiz bor bizni. Buni bir suvga botirib olamiz yopishmasligi uchun. Simni ustiga qo'yamiz. Simni ustiga qo'yib turib, sekin buni qattiq bosib yubormaysiz. Qattiq bosib yuborsangiz sim ag'iga o'tib ketib qoladi. Sekin bossangiz yopishmaydi. O'shaning uchun endi buni to o'rganguncha sekinroq bosasiz. Sekinroq bosib bir yurg'izib chiqasiz. Quyoshga qo'yib ham isitib yubormasdan olish kerak. Keyin yopishtirib bo'lgandan keyin mana endi men bir martada chiqarib qo'yaman. Yangilar bir martada qila olmaydi. Mana qildingiz, qaraysiz. Mana yaxshi bosilmagan bo'lsa, aytaylik mana chekkasi sovib qoldi, mana issiq uchun chiqib qoldi. Yana bir marta yengil ustidan yurg'izamiz.
Buni bosishni ham qattiq bosmaysizda. Zo'r bo'ldi. Endi bunga yana добавочный chiqib ketmasligi uchun mana 40 chekkasidan 40 joyimizda olib mana bunaqa joylariga yopishtiramiz. Jicha-jichadan olib turib, simni ustidan mana shunaqa yopishtirib qo'ysalaring, mabodo yaxshi ushatmagan bo'lsalaring, mana shu narsa ham ushab turadi. Buni endi chiqib qolgan joyini arilar o'zi sekin tishlab olib tashlaydida tekizlab olishadi. Yani o'rtadan ham bir qator haydaymiz. Jicha-jichadan shu simni ustidan shunga yopishib qoladi. O'zi qo'lni issig'i bilan yopishadi bu. Buni anaqa qilib qizdirish shart emas. Qo'limiz issig'i bilan eriydi. Mana 3 qator simni ustidan yopishtirib olamiz. Keyin mabodoga mana pastki qismi ajrab qoladi deydi ko'pchilik. Mana shu yerga ham yana bir qator yopishtirib olsangiz ishlama qilmaydi. Tepasi ajramaydi, o'zi yopishgan bu. Mana bu yerda suv bor, mana bu yopishmadi. Endi bunday qarasangiz cho'tki chiqdi mana. Mana shunaqa qilib ramkalar tayyorlaymiz. Keyin buni ariga qo'yishda mana shu sim tomonini endi ichkari tomoniga qaratib qo'yish kerak. Tezroq bitkizadi. Bu tomonni sekinroq bitkizadi. Buni ham endi qo'yishda birantasi bo'lsa videoga olib tursa ko'rsataman. Qayerga qo'yish kerak? Oxirdan ikkinchisiga yoki ichkaridan ikkinchisiga qo'yiladi. Ovqat ramkadan oldin qo'yiladi yoki keyin qo'yiladi. Mana shunaqa qilib chalpak yopishtiramiz og'aynilar. Mana bunaqa ba'zi ramkalar qiyshiq bo'lib qoladi. Bunday qilib to'g'rilab olasiz. To'g'riladik. Mana. Xullas shunaqa gaplar, og'aynilar. Mana bag'i ko'tarilib qoldi simni. Endi simni ham buni ham bizda kompyuter yasamaydi-da. Odamning qo'li bilan yasalgan narsa. Tashto yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Mana hozir qatirib qo'yib olyapman, hech kim yo'q. Endi o'chiraman. Paka sog' bo'linglar. Hammaga omad.